Hello qadrli avtomobil ishqibozlari va bizning sodiq tomoshabinlarimiz VHTLefi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda O'zbekiston avtomobil bozorining haqiqiy qiroli va ko'pchilikning o'zgarmas tanlovi bo'lgan afsonaviy modelning kelajagi haqida gaplashamiz. Adashmadingiz, bugun bizning e'tibor markazimizda yangilangan va butunlay o'zgacha qiyofaga ega bo'lgan 2026 yilgi Chevrolet Gentra modeli turibdi. Agar siz ushbu mashinani shunchaki navbatdagi restayling deb o'ylayotgan bo'lsangiz qattiq adashasiz, chunki muhandislari bu safar haqiqiy mo'jiza yaratishga harakat qilishgan. Agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmasini bosing va videoni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Demak, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Birinchi navbatda keling ushbu yangi turporning tashqi ko'rinishiga, ya'ni eksterioriga nazar tashlaymiz. 2026 yilgi Gentra o'zining oldingi avlodlaridan keskin farq qiladi. Mashinaning old qismiga qarasangiz darhol uning zamonaviy va tajovuzkor nigohini payqaysiz. Old panjara ancha kengaygan va u qora yaltiroq pianino rangi bilan bo'yalgan bo'lib, o'rtada Chevrolet logotipi mag'rur joylashgan. Bu dizayn yechimi mashinaga sport uslubini berib turadi. Faralar esa butunlay yangi texnologiya asosida ishlangan. Endi bu yerda oddiy lampalar emas, balki to'liq LED matritsali chiroqlar o'rnatilgan. Kunduzgi yoritish chiroqlari, ya'ni drill chiziqlari bumerang shaklida bo'lib, ular tunda juda vahimali va chiroyli ko'rinish hosil qiladi. Kapot ustidagi chiziqlar mashinaning aerodinamikasini yaxshilash bilan birga unga jiddiy xarakter bag'ishlaydi. Bamperning pastki qismida joylashgan havo sovurish yo'llari va tumanga qarshi chiroqlar ham juda did bilan ishlangan. Endi mashinaning yon tomoniga o'tamiz. Bu yerda kuzov chiziqlari ancha silliqlashgan va eshik tutqichlari xrom qoplamasi bilan bezatilgan. Bu esa mashinaning premium klassga intilayotganidan darak beradi. Eng katta o'zgarishlardan biri bu gildiraklardir. Yangi modelda 16 yoki 17 dyuymli yengil qotishmali disklar o'rnatilgan bo'lib, ularning dizayni xuddi pichoq parraklariga o'xshaydi va harakat vaqtida ajoyib ko'rinish beradi. Yon oynalarda burilish chiroqlari joylashgan va ular avtomatik yopilish funksiyasiga ega. Orqa tomonga o'tganimizda bizni yana bir syurpriz kutib turibdi. Orqa chiroqlar butunlay o'zgargan va ular bir-biriga tutashgan holda ishlangan bo'lishi mumkin. Bu hozirgi jahon avtomobil modasining eng so'nggi talablaridan biridir. Bamperning pastki qismida esa sport uslubidagi diffuzor va yashiringan egzoz quvurlari joylashgan. Umuman olganda yangi Gentra tashqi tomondan qaraganda ancha yoshargan va zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan. Endi keling ichkariga kiramiz va interior bilan yaqindan tanishamiz. Eshikni ochishingiz bilan sizni sifatli materiallar va kengaygan salon qarshi oladi. Haydovchi o'rindigiga o'tirganingizda darhol farqni his qilasiz. O'rindiqlar yangi ergonomik shaklga ega bo'lib, ular uzoq yo'lda ham belni toliqtirmaydi va yon tomonlardan tanani yaxshi ushlab turadi. Material sifatida yuqori sifatli ekocharm yoki mato ishlatilgan bo'lib, tikishlar juda tekis va chiroyli amalga oshirilgan. Rul chambaragi ham yangilangan. U endi pastki qismi kesilgan sport uslubida bo'lib, qo'lga juda qulay o'rnashadi. Rulda multimedia tizimi, cruise nazorati va telefon qo'ng'iroqlarini boshqarish tugmalari joylashgan. Old panel, ya'ni torpeda dizayni butunlay qayta ishlangan. Markazda katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u orqali siz mashinaning barcha funksiyalarini boshqarishingiz mumkin. Ushbu monitor Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini simsiz qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa haydovchi uchun katta qulaylikdir. Speedometr va taxometr joylashgan qism endi to'liq raqamli displeyga aylantirilgan bo'lishi kutilmoqda. Bu yerda siz o'zingizga kerakli ma'lumotlarni xohlagan uslubda sozlashingiz mumkin. Iqlim nazorati, ya'ni klimat kontrol tizimi ham yangi dizayndagi tugmalar bilan jihozlangan va u salonni juda tez sovitish yoki isitish qobiliyatiga ega. Yana bir muhim jihat bu simsiz quvvatlash moslamasining mavjudligidir. Endi siz telefoningizni zaryad qilish uchun kabellar bilan ovora bo'lmaysiz. Vites o'zgartirish dastagi ham zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib, uning atrofida elektron qo'l tormozi va avto hol tugmalari joylashgan bo'lishi mumkin. Bu esa shahar tirbandliklarida haydashni yanada osonlashtiradi. Tepaga qarasangiz lyuk borligini ko'rasiz. Bu o'zbek haydovchilari
uchun har doim eng sevimli opsiyalardan biri bo'lib kelgan orqa o'rindiqdagi yo'lovchilar uchun ham sharoitlar yaxshilangan, oyoqlar uchun joy yetarli darajada keng va orqa qator uchun alohida havo deflektorlari hamda uz portlari o'rnatilgan yukxona hajmi ham oilaviy sayohatlar uchun yetarli darajada katta va uning tagida to'liq o'lchamli zaxira gildiragi joylashgan. Endi navbat eng qiziqarli qismga, ya'ni mashinaning yurishi va texnik ko'rsatkichlariga yetib keldi. Dvigatelni o't oldirish tugmasini bosganingizda motorning ohista ishlashini eshitasiz. 2026 yilgi Gentra katta ehtimol bilan o'zining ishonchli 1.5 litrli dog' dvigateli bilan jihozlanadi, lekin u biroz modernizatsiya qilingan bo'lishi va o't kuchi oshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi manbalarga qora turbo dvigatel varianti ham bo'lishi istisno emas, lekin bizning sharoitimizda oddiy atmosfera motori har doim ishonchliroq hisoblangan. Uzatmalar qutisi 6 bosqichli avtomat bo'lib, u viteslarni juda silliq va sezilarsiz o'zgartiradi. Gaz pedalini bosganingizda mashina darhol reaksiya bildiradi va tezlanish juda ravon amalga oshiriladi. Suspenziya tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, Gentra har doim o'zining yumshoqligi bilan mashhur bo'lgan va yangi modelda ham bu an'ana saqlab qolingan. Mashina bizning yo'llardagi chiquvchilar va notekisliklarni juda yumshoq bosib o'tadi va salondagi yo'lovchilarga bu deyarli sezilmaydi. Shovqin izolyatsiyasi ham oldingi modellarga qaraganda ancha yaxshilangan. Endi motor va gildiraklar ovozi salonga minimal darajada eshitiladi. Trassada yuqori tezlikda harakatlanganda mashina o'zini juda barqaror tutadi va rul boshqaruvi aniq ishlaydi. Yoqilg'i sarfi masalasiga kelsak, yangilangan motor va aerodinamika hisobiga benzin sarfi biroz kamaygan bo'lishi mumkin. Shahar ichida o'rtacha yurish bilan va konditsioner yoqilgan holda ham mashina hamyonbop natijalarni ko'rsatadi. Endi esa keling narxlar haqida gaplashamiz. Albatta 2026 yilgi model narxi hozirgi bozordagi narxlardan biroz yuqori bo'lishi tabiiy, chunki unda ko'plab yangi texnologiyalar va qulayliklar mavjud. Lekin shuni unutmaslik kerakki, Gentra har doim o'z narxiga arziydigan va ikkilamchi bozorda o'z qadrini yo'qotmaydigan mashina hisoblangan. Taxminiy narxlar haqida gapirishga hali erta, lekin bu mashina baribir o'z sinfidagi eng raqobatbardosh model bo'lib qolishi aniq. Agar siz ishonchli, qulay, ehtiyot qismlari arzon va sotishda muammo bo'lmaydigan mashina qidirayotgan bo'lsangiz, yangi Chevrolet Gentra siz uchun eng to'g'ri tanlov bo'ladi. Bu mashina nafaqat kundalik ishlar uchun, balki uzoq safarlar va oilaviy dam olishlar uchun ham juda mos keladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 2026 yilgi Gentra shunchaki eski mashinaning yangilanishi emas, balki zamon talablariga to'liq javob beradigan va o'zbek xalqining sevimli mashinasi nomini oqlaydigan ajoyib transport vositasidir. Bizning bugungi sharhimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetmoqda. Umid qilamizki, ushbu video sizga manzur bo'ldi va bo'lajak yangilik haqida to'liq tasavvurga ega bo'ldingiz. Agar sizda ushbu mashina haqida savollar bo'lsa yoki o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Biz uchun sizning fikringiz juda muhim. Keyingi videolarda qaysi mashinani ko'rishni xohlardingiz, bu haqda ham yozishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosishni va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Tarz Grand Fathir kanali bilan qoling. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.